Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. 20-mart kuni sepilgan ko'chatlarimiz Tbilisida edi. 5-aprel kuni pirovka jarayonini o'tkazdik. Mana yaxshi tutdi. Pirovka jarayonida ko'rishinglar mumkin. Pomidorini Rio Grande navi. Xalq tili bilan aytganda tuzlama pomidori desa ham bo'ladi. Bu tomonda avgustda ulangan noklarimiz chiroyli tutdi, xudoga shukr. Ular esa ertaki alyor shaftoli, ya'ni tuksiz. Bu joyda yupqa po'choq, oq mang'iz, yong'oq ko'chatlarimiz xudo xohlasa o'zimiz yerga olib chiqib ekamiz degan maqsadda qilingan bari ko'chatlar. Ona bo'lsa meni toychog'im mehnat qiladi. Yerlarimizni haydab tayyorlashda shu texnikadan foydalanamiz. Buni qishloqdagi odamlarga nimaligidan tushuntirishga hojat yo'q. Traktor hozirgi kunda ancha-muncha dehqonchilikdan xabari yo'q odamlar ham buni nima ekanligini juda yaxshi biladi. Bu o'ramizga esa bir banka ko'chat sepilgan. Xudo xohlasa bular ham chiqdi, ancha-muncha o'tlar chiqib qolibdi. Bularda bir qator tozalash ishlarini olib boramiz. Bu ham Rio Grande pomidorisi. Chiroyli bo'lib o'syapti. Hurmatli dehqonlar, ehtiyot bo'lamiz. Ko'chat sepganda ko'chatimizni nobud qilib qo'yishi mumkin bo'lgan zararli manaqa o'simlik bor. Biz xalq tilida ba'zi bir odamlar zarpichak, ba'zi bir odamlar zarpichak deydi. Bizda buni ismini chirmoq deyiladi. Shunaqa, buni ko'chat bilan yulib olsa ham bo'ladi, ko'chatdan tozalab olsa ham bo'ladi. Videomiz davomida xato va kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa uzr so'raymiz. Yangimiz telefonlar qo'llardan tushib ham ketyapti. Shunchaki o'zimizda uyimizda bo'layotgan videolarni yoritib boryapman xolos. Bu joyda oshqovoq ko'chatlarimiz bor, dastar oshqovoq deyildi. Ularni ham olib borib xudo xolasa ekilish jarayonlarini ko'rsatamiz. Pomidorlarimiz Tbilisiga ekilgan. Bir sotili Tbilisamiz bor. Buning ichida har narsa bor. Rayhon bor tagida. Bu joyda bulg'oriskiy, pomidor, tagida rayhon. Bu joyda ko'chat qildik. Piyoz yeb tugatdik buni. Xullas kesilyapti, bo'lyapti. Dadam rediska ekib, rediskani o'rniga bunday qilib badring ekib qo'yuvdi. Mana badringlari meva qilib qolibdi, qarang. Mana rediskadan ancha-muncha qolgani ham bor. Pomidorlar gullash jarayonida. Video davomida xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, hammangizdan uzr so'raymiz. Like'larni ayamasdan kanalimizni rivojlantirishga o'z hissalaringizni qo'shishingizni so'rab qolamiz.